Toshkentdagi G'ishtko'prik chegara o'tkazish punkti ochilsa nima bo'ladi bilasizmi? Avtomobillar ham o'tishi mumkin, yashil va qizil yo'laklar joriy qilinadi. Bungacha tizim faqatgina odamlarga amal qilgan. Bundan tashqari postda 16 ta yuk va yengil mashinalar uchun alohida yo'laklar tuziladi. Ta'mirlash yakunlangandan keyin esa chegara postda bir kunda 1,5 ming mashina o'tishi mumkin va 50 mingdan ortiq odam o'tishi mo'ljallangan ta'mirlash ishlari olib borilyapti do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Qoraqalpog'iston hududida ham xuddi shunaqa katta bo'lgan ta'mirlash ishlari bir kunda 1,5 ming mashina va 50 mingdan ortiq odam o'tishi mumkin bo'lgan chegara post qurilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Kommentariyada fikrlaringizni yozdirib qo'yinglar, chunki chegara faqatgina Qoraqalpog'istonda bor, qolgan 3 ta 4 ta chegara esa Sirdaryo va Toshkent viloyatida bor. Qoraqalpog'istonda ham xuddi shunaqa juda ham katta masshtabdagi ta'mirlash ishlari olib borilsa va 1,5 ming mashina va bir sutkada 50 mingdan ortiq odam o'tadigan bo'lsa, fuqarolarga va kelayotgan turistlarga, mehmonlarga O'zbekistonga anchagina yordam bo'lardi. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qolinglar. Sizlar qanday fikrdasizlar?